Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz Jizzax viloyati Do'stlik tumanidamiz. Eshniyoz bobo fermer xo'jaligida Mirza Mahmud akamlar bilan birga o'sha mavsum boshidan boshlab birgalashib, maslahatlashib, qo'ldan kelguncha Chemical Solution jamoasi bilan birgalikda tavsiyalarni berdik. Mana shu yana bir narsa katta tavakkal qildilar. Ya'ni Valagro firmasini master preparatlaridan ham suspenziya uchun foydalandilar. Hozir mana natijalar yomon emas. O'zlari ham Amofos bilan oziqlantirganlar, oziqadan hech qanaqa agrotexnikadan muammo bo'lmagan. Hozirda mana fikrlarini o'zlaridan eshitsak, yig'im-terim mavsumi boshlangan. U yog'ini o'zlari otzifi o'sha haqiqiy dalada ishlab, mehnat qilib, paxtani shu holatga olib kelgan insondan eshitsak. Avvalambor mana shu paxtani bo'lishiga ob-havo ham zo'r yordam berdi. To'g'risini aytish kerak. Yil issiq zo'r bo'ldi. Gap boshini aytish kerak. Keyin ham 60 sentner, 55 sentner olgan bo'lsak ham, bu yil 65 olyapmiz. Bu yil issiq, paxtaga issiqlik kerak-ku. Bundan tashqari preparatlarni ham boya aytgan suspenziya haligi preparatlarni ham barini ishlatdik. 200 kilodan Amofos berdik, ikkita 500 kilodan azot berdik. Suvlarni vaqtida qildik, yagona qildik. Zararkunandalarga qarshi kurashdik vaqtida. Kurashdik vaqtida. Hozirda o'rtacha shunda 65 sentner olyapmiz. 65-70 shundayda endi. Fiziki 70 bo'lsa ham 65 dan qoladi-da. Hissa qoladi, xudo xolasa. 65 dan kam chiqmaydi. Biz siz bilan hamkorlik qilganimizdan xursandmiz. Rahmat, salomat bo'ling.